Bismillah do'stlar, bu o'sha aytib o'tgan Texas shapkamiz. Qaranglar, sveti nihoyatda chiroyli. Bir-biriga nihoyatda go'zal mos tushgan. Do'stlar, bollari ham nihoyatda chiroyli chiqadi. Do'stlar, shunaqangi qushlardan sekin-sekin ko'paytiraverasiz. Boshlanishga Vanlistidan boqing. Vanlistidan keyin Radujniga o'ting, Spingerga o'ting, qimmatroqlariga o'tasiz. Sekin-sekin qimmatlashtirganingiz sari dasmingiz ham kattalashaveradi do'stlar. Misol uchun 100 minglik qushdan 50 jup bo'ladigan bo'lsa, 50 jupingiz necha pul bo'ladi? 100 mingdan 5 million bo'ladimi? 5 million bo'ladi. Agar ana shu qushingiz 200 mingdan bo'lsa 10 million, 300 mingdan bo'lsa 15 million, 400 mingdan bo'lsa 20 million pul bo'ladi. 20 millionlik qushingiz bor deganda 50 jup yig'ib olsangiz, albatta 500 ming, 600 mingdan qimmat qushlar bor. 100 dollarlik qushlar bor. Texas babichkalarimiz misol uchun mana shu qushlarimiz 100 dollar mana. Ko'ryapsizmi? Agar shunaqalardan yig'ib olsangiz 50 jup 5000 dollar pulingiz bor deganda do'stim. Buni bola ochgandan keyin bollari bilan oyog'ini yerga tegizmasdan 100 dollardan olib ketishadi mana shu qushlarni. Bu qora qanotlarimiz mana uyga harakat qilyapti, ko'ryapsiz mana. O'sha bittasi uyda, tuxumdami, bolada. Ko'ryapsiz, qushlar nihoyatda yaxshi qushlar. Radujni, to'q fioletoviy mana ko'ring. Bu modasi. Modasi Vanlisti sariq. Qushloqing inshaalloh yaxshi daromad qilsangiz bo'ladi. Mana shapka Radujnimiz. Kalsolari bor. Привязной. Bu joyda qushlarimiz mana sotiladigan, juflanadigan, dam olayotgan qushlar bular asosan mana. Ko'ryapsizmi? Maladoylar. Ana shu chekkadagi radujnigimiz ham do'stlar ozdirishlik uchun batga tashaganmiz mana. Svetini ko'ring. Nihoyatda chiroyli sveti. Buni vesini ves tashlash kerak, semirib ketib qolibdi. Shunga mana shu joyga qo'yganmiz. Kuzatishda davom eting. Maslahatlarda ayamimiz. Assalomu alaykum.